Xayrli kun hammamizga. Transformatsiya nima? Aynan shu to'g'risida bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchiman. Transformatsiya nima deganda kimdir portlash deydi, kimdir nimamdir o'zgarishi deydi, kimdir holatni yangilanishi deydi. Lekin men nima deyman? Transformatsiya bu uyg'onish, qalbni uyg'onishi, ongni uyg'onishi. O'zining ichki tomondan ruhiy qatlamlarini ma'lum bir qismini minusli holatdan plyusli holatga o'tkazish deyman. Aynan transformatsiya nima ekanligini men sizga yana chuqurroq hozir tushuntirib o'taman. Transformatsiya bu uyg'onishdir. Men qila olaman deganidir. Men bunga loyiqman deganidir. Men o'zimdagi shijoatni uyg'otib boshqalarni ham uyg'ota olaman degan holatga o'tishdir. Demak, biz kursda nimalarni ishlaymiz? Biz maydon ochishni, ya'ni kvant maydon ochishni, kvant maydonda ishlashni va aynan mana shu o'zimizni ichimizdagi uyg'ota olgan kuchni boshqaga uyg'ota olishni o'rganamiz. Men qila olaman va boshqani ham uyg'ota olaman deganidir transformatsiya. Va biz aynan shuni biz kursimizda o'rganishni boshlaymiz. Transformatsiya bu ichki uyg'onish. O'zingni yuragingga ayta olish. Men qila olaman, men loyiqman. Men buni amalga oshira olaman. Mana shu ichki uyg'onish va ichki quvvatni uyg'ota olish aslida. Va kvant maydonda men qila olayotgan ishni boshqaga ham yetkaza olish. Kvant maydonda bo'layotgan har bitta hodisalarni o'zida his qila olish va boshqaga shuni yetkaza olish.